Bugungi videomizda hayz siklining normal kechishi, necha kun kelishi, hayz tartibsiz bo'lsa, bu nimani belgisi, qachon ginekologga murojaat qilish kerak va hayz sikliga nimalar ta'sir qiladi, o'shalar bo'yicha gaplashamiz. Chunki juda ko'p savollar tushyapti. Assalomu alaykum. Men oliy toifali vrach ginekologman. Dastam Lolov Narzulayevna 28 yillik stajga egaman. Shu haqida juda ko'p ayollar yozishgan. O'shaning uchun qanaqadir sizlarda ozgina bo'lsa ham bilimni oshirish uchun bu haqida, hayz sikli haqida shu videoni olishga qaror qildim. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bu ma'lumotni hamma ayol bilish kerak, qizlar ham bilishlari kerak. Birinchidan, hayz sikli normada davomiyligi. Endi norma deganimiz 20 kundan kam bo'lmaslik kerak, 35 kundan ko'p bo'lmaslik kerak normada. Odatda 28 kun, 26 kun bo'ladi. Где-то 60% ayollarimizda shunaqa bo'ladi. 28-26 kun bo'ladi sikl. Siklning davomiyligi 2 kundan kam bo'lmaslik kerak, 7 kundan ko'p bo'lmaslik kerak. Lekin agar savollarga o'tsak, savollarda juda ko'pchilik yozgan, masalan, assalomu alaykum, 34 yoshdaman, 4 yildan buyon 1 kun keladi. Bu конечно norma emas. Bu norma emas. Уже bildilaring, norma bu 2 kundan kam bo'lmaslik kerak. 2 kundan 7 kungacha bu norma. Tak. 4-5 kun hayz ko'raman, keyin hayzdan so'ng ovulyatsiya boshlanadimi, shuni aytib o'ting. Endi men siklni nima uchun menstruatsiya keladi, qayerdan menstruatsiya keladi, shuni tushuntirib bermoqchiman. Mana bu siklimiz, mana bu 0 degani, bu menstruatsiyani birinchi kuni. Bu siklni birinchi kuni, menstruatsiya kelgan kuni, siklni birinchi kuni deb hisoblaymiz. Shunaqa. Menstruatsiya masalan o'rtacha 4 kun kelsa, mana 4 kun kelsa, bu 28 kunlik sikl. Mana shu 26-28 bu odatda, ko'pchilikda shunaqa sikl bo'ladi, normada. Mana shu 28 kunlik siklda, siklning o'rtasida 13-14 kunlarda ovulyatsiya bo'ladi. Keyin gormonlar o'zgaradi. Shu payt o'zgaradi. Progesteron ko'payib, estrogen kamayib ketadi. Progesteron ko'paygan hisobiga matkani ichki qavati mana shunaqa o'sib keladi, qalinlashib keladi ichki qavati matkani. Mana shu qavati mana bu 26-28 kuni menstruatsiya bo'lib tushadi, qo'parib tushadi. Mana shu menstruatsiya. Menstruatsiya shunday keladi. Mana shu qavati agar masalan ingichka bo'lsa, uncha ko'p o'smasa, mana shunaqa o'smasa, o'shanda menstruatsiya kam keladi. Keladigan kuni va hajmi kam bo'ladi. Agar bundan ham ko'p o'sib ketsa, unda menstruatsiya ko'p keladi, kuni ham cho'ziladi. Bu mana shu полностью mana shu siklimiz bu gormonlarga bog'liq. Gormonlar agar normada bo'lsa, normada bo'ladi mana shunday. Mana menstruatsiyadan keyin mana o'sib keladi sekin, ovulyatsiya bo'ladi. Keyin ovulyatsiyadan keyin gormon progesteron ko'payib, bu mana shu menstruatsiyaga matka tayyorlanadi. Bu bizning siklimiz. Buni o'zgarishi, siklni o'zgarishi, hayzda kelishi, necha kunligi, hajmi hammasi bu gormonlarga bog'liq. Gormonlar o'zgarishi bu o'zini sababi bor. Birinchidan
biza masalan ko'pchilik menga keladi shunaqa narusheniylar bilan. Masalan, qizlarda o'smir qizlarda agar masalan 15 yoshgacha kelmasa, unda уже xavotirga tushish kerak. Уже buni tekshirish kerak. Nima sababdan? Sabablari buni har xil. Chunki birinchi navbatda bizlar tekshiruvda nima buqoq deyiladi. Bu xalqimizda atak qalqonsimon bez, shtabitniy железа. O'shani tekshiramiz обязательно. UZI qildiramiz, keyin gormonlarni, qondagi gormonlarni tekshiramiz. Chunki bu bezimiz u mana shu orkestrdek. Orkestrda dirijor qanaqa bo'ladi? Dirijor yaxshi bo'lsa, orkestr chiroyli chaladi. Agar dirijor yaxshi bo'lmasa, orkestr pala-partish nima bo'lib ketadi. Xuddi shunaqa, agar qalqonsimon bez gormonlari norma bo'lsa, faoliyati normada bo'lsa, unda hamma gormonlarimiz normada bo'ladi. Mana bu jinsiy gormonlarimiz ham. O'shaning uchun birinchi navbatda shu bezni tekshiramiz. Keyin ikkinchi sabab mana shu gormon o'zgarishlariga bu stress. Hozirgi hayotimizda stress juda ko'p, даже o'smirlarda ham ko'p. И mana shu stress, особенно хронический stress bo'lsa, tez-tez stress bo'lib tursa, o'sha stress ham miya orqali, mana shu markaziy sentralniy nervniy sistema deyiladi. O'sha orqali mana shu gormonlarni regulyatsiyasini, gormonlarni miqdorini o'zgartirib tashlaydi. Nervniy sistema orqali. Yana bitta sabab bu anemiya, qon kamlik juda ta'sir qiladi. Juda ko'p ayollarda, ham qizlarda ham dieta qilishadi, noto'g'ri ovqatlanishadi. Gemoglobin pasayib ketgandan sikl ham buzilib ketadi. Chunki mana shu gormonlar o'zgaradi. Gormonlar sintez bo'lish uchun organizmda gormonlar normada ushlash uchun oqsil normada bo'lishi kerak. Oqsil kamayib ketsa, gormonlar ham normada ishlab chiqarmaydi organizm. Shu qanaqadir vitaminlar, oqsillar yetishmasa ham organizmda gormonlari normasi buzilib, hammasi siklga ta'sir qiladi. Siklga, menstruatsiya kelishiga, menstruatsiya hajmiga, hamma mana shu nimalarga ta'sir qiladi. Keyin yana bitta sabab bu xronический shamollash, jinsiy organlarni yallig'lanishi. Bu pala-partish davolanadilar, u xronический surunkali formaga o'tadi, u yallig'lanish. Sekin-sekin tuxumdonlarda ayniqsa yallig'lanish bo'lsa, tuxumdonlar yaxshi normalni gormonlarni chiqarmaydi. Shu hisobiga gormonlar o'zgarib ketadi, sikl естественно, siklimiz o'zgarib ketadi. Mana shu menstruatsiya o'zgarib ketadi. Tak. 2-3 kunda tugashi kasallik emasmi? Yo'q, 2-3 kunda menstruatsiya tugashi kasallik emas. Hech qanday sabab yo'q deyishdi. Men muammo bor. Mana 46 yoshda ayolimiz yozgan. Hayz sikli ko'p keladi, yoshim 46 da. Hech qanday sabab yo'q deyishdi doktorlar. Sabab bo'lishi mumkin. 46 yoshda yana shunga taqalayapti, gormonlar o'zgarib ketishiga. 46 yoshda u ayrim qanaqadir sabablarga ko'ra gormonlar o'zgarib ketadi. Тем более 46 yosh уже preklimaks hisoblanadi. O'shanda ham o'zgarib ketadi. 41 yoshda hayz sikli buzilgan 2 yoki 3 oyda bir keladi. Bu, конечно, bu katta muammo. Bu hazil emas. Borib yana kelmay ketishi mumkin. O'shaning uchun buni tekshirish kerak. Hamma sabablarini, men aytib o'tgan sabablarni tekshirish kerak va vaqtida davolash kerak. Hammasini davosi bor qizlar. 36 yoshdaman, 15 kunlab keladi, 4 yildan buyon. 15 kun bu juda ko'p. Bu boshqa kasallikka ham olib keladi. Qoni kamayib, mazasi qochib, boshqa kasalliklar ham paydo bo'ladi. O'shaning uchun 4 yildan beri
Men hayronman, o'zi davolanmay yurgan bo'lsa. Yana bitta anaqa bor, ayol kishida matkasida spiral turganda ham menstruatsiya ko'p kelishi mumkin. Bu ham bir sabab bo'lishi mumkin. No'shunda ham 15 kun bu juda ko'p. 7 kungacha cho'zilishi mumkin. 7 kungacha, 8 kungacha cho'zilishi mumkin spiral turganda. Bu norma desa ham bo'ladi. Spiral o'zi shunaqa qiladi. 38 yoshdaman. Menda 15 kunda 7 kun keladi. Bu значит sikli 15 kun. Bu juda kam. Buni ham qizlar tekshirish kerak. Tekshirib, sababini topib, keyin o'shanga qarab lecheniya qilish kerak. Sababini qachonki sababini yo'qotsa, shunda sikl normaga keladi. Qizlar sikl o'zgarsa, bu muammo, bu просто так emas. Ko'p kelyaptimi, tez kelyaptimi yo kam kelyaptimi, 3 oyga bir, 2 oyga bir, bu norma emas qizlar. Uni doktorga, ginekologga chiqib, normalniy tekshirtirib, hamma gormonlarni tekshirtirib, keyin davolash kerak. 46-47 yoshda ham hayz o'zgarishi mumkin. Bu уже как preklimaks hisoblanadi. O'shanda gormonlar уже normasi pasayib, уже mana bu bachadon ichki qatlami kam yig'iladi. O'shaning uchun kamayib ketadi. Bir xillarda gormonlar umuman pasayib ketadi. O'shanda bu yig'ilmaydi ham. O'sha 2 oylab, 3 oylab menstruatsiya ko'rmasligi mumkin. Bu уже bu yoshda bu ham norma hisoblanadi. 46-47 yoshdan keyin. Qizlarimizda juda ko'p bo'lyapti. Ko'p kelishi, menstruatsiya ko'p kelishi qizlarimizda bu juda yomon holatlarga ham olib kelgan. Shunaqa qizlar ham kelgan bizaga. Chunki mana shu anemiya ko'payib ketadi. O'sha anemiya bo'lganda o'sha boshqa nimalar ham, kasalliklar ham kelib chiqadi. O'shaning uchun qizlarga juda e'tibor beringlar. Siklni normaga keltirish kerak qizlarni. Chunki kelajakda уже uni sog'lig'iga, уже mana bu reproduktiv sog'lig'iga ta'sir qiladi. Уже turmush qurganda, oila qilganda boshqa muammolar ham chiqadi, bepushtlik ham chiqishi mumkin. Qisqacha mana shunaqa video qildik. Hamma savollar, tushgan savollar asosnom shunga taqaladi. Endi buni 5 minut, 10 minutlik efirda men hammaga to'liq javob bera olmayman. Hammaga maslahat bera olmayman. O'shaning uchun shu videoni qildim. Hamma o'ziga qanaqadir ma'lumot oladimi deb. Qaysi tartibsiz bo'lsa, bu nimani belgisi? Qachon ginekologga murojaat qilish kerak? Ginekologga o'sha 21 kundan kam bo'lsa, siklni davomiyligi 35 kundan ko'p yoki 21 kundan kam bo'lsa, to есть qisqa bo'lsa juda sikli, keyin mana shu 2 kundan kam bo'lsa yoki 7 kundan ko'p bo'lsa, menstruatsiya kelishi, o'shanda обязательно hajmi juda ko'payib ketsa, o'shanda обязательно doktorga, ginekologga ko'rinib davolating bu holatda. Ovqatlanish ham bu siklga ta'sir qiladi, обязательно, chunki ovqatlanish noto'g'ri bo'lsa yoki qanaqadir qattiq diyetalarda o'tirsalar, o'sha nima oqsillar, vitaminlar kamayib, bular ham mana shu gormonlarni ishlab chiqarishga xalaqit beradi, gormonlar buzilib ketadi. Stress ham xuddi shunday, uni men tushuntirib o'tdim. Tak, menda 10 yildan buyon bachadon qonash bormagan, doktorim qolmagan. Buni endi tekshirib qilish kerak. Tekshirmasdan bu savolga javob bera olmayman. Pulni UZI qilib, gormonlarni tekshirib, keyin bu savolga javob berish. Hammaga rahmat ko'rganlaring uchun. Umiddaman, что sizlar o'zlaring uchun ma'lumot oldilaring. Agar yana savollaringiz bo'lsa, kommentariyga yozib yuboringlar. Yana gaplashamiz. Obuna bo'lib qo'yinglar.